Donald Tramp o'zi boshlagan savdo urushida ba'zi davlatlarni bo'yin egdirishga erishayotgan bo'lsa-da, asosiy maqsad ko'zlangan Xitoy bilan rejalar barbod bo'lishga yaqin. Tramp boshchiligidagi AQShning bugungi Xitoyga hozircha tishi o'tmayapti. Yevropaning ayni damdagi eng asosiy yetakchisi sifatida ko'riladigan Fransiyaga G'azodagi qirg'inlarning dod-faryodlari nihoyat yetib kelgandek ko'rinadi. Mamlakat prezidenti Emmanuel Macron Falastinni davlat sifatida tan olmoqchi. Agar u bu bilan shunchaki AQShga qarshi qurol sifatida foydalanishni reja qilmagan bo'lsa va uning bu qarori beg'araz bo'lsa, mazkur qadam Falastin tarixidagi burilish nuqta bo'lishi shubhasiz. Xitoylik yuzlab fuqarolar Ukraina yerlaridagi bosqinchilik harakatlarida qatnashayotgani ma'lum bo'ldi. Hozirgacha ularning 2 nafari qo'lga tushdi va qolgan xitoylik yollanma askarlar haqidagi ma'lumotlar to'planmoqda. Tugab borayotgan hafta so'ngida oxirgi 10 kun davomida butun dunyoni xavotirga solgan AQSh va Eronning ehtimoliy to'qnashuvini tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Hozircha bu borada qandaydir yaxshi natijalar borligi aytilmoqda. Hafta davomida dunyoda ro'y bergan ushbu muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Qalampiruzning Weekend dasturi va biz boshladik. Yadro urushida g'oliblar bo'lmaydi deyshadi. Hech kim g'alaba qozona olmaydigan va taraflarning birortasiga naf keltirmaydigan yana bir shunday to'qnashuv mavjud bo'lib, bu asosiy quroli ko'tarilgan bojlar hisoblanmish savdo urushidir. Tramp tomonidan fevral oyida asta-sekin start berilgan bu mojaro bugunga kelib kutilganidan ortiq keskinlashdi. Iqtisodiy sferada kechayotgan bu jarayon bir necha 10 yilliklardan buyon shakllangan dunyo siyosiy tizimini tubdan o'zgartirish ehtimoli juda yuqori bo'lib turibdi. Chunki mazkur mojarodagi tomonlar ayni damda ikkita: AQSh va yer yuzidagi quruqlikning qolgan qismi. Jarayon aynan shunisi bilan qiziq ko'rinish oldi. Bundan tashqari bir necha yillar oldin kimdir taxmin qilsa, hech kim ishonmaydigan voqealar aynan shu savdo urushining ortidan reallikka aylanishga yaqin. Yevropa ittifoqi va Xitoyning AQShga qarshi birlashuv ehtimoli shular jumlasidandir. Gap shundaki, AQSh prezidenti Donald Trampning fevral oyida Meksika, Kanada va Xitoy kabi davlatlarga qarshi boshlagan tariflar jangi 2-aprel kuniga kelib global tus oldi. AQShning amaldagi prezidenti butun dunyo bo'ylab deyarli barcha davlatlarga boj stavkalarini joriy qildi. Ularning soni 185 tani tashkil qiladi. Bundan hatto pingvinlardan boshqa hech kimsa yashamaydigan orol ham chetda qolmadi. Eng yuqori bojlar Xitoy, Vyetnam va Kambodja mahsulotlariga qo'llanildi. Donald Tramp AQSh iqtisodiyotida favqulodda holat e'lon qilib, shu orqali bojlarni belgilash bo'yicha keng vakolatlarga ega bo'ldi, ammo eng murakkab jarayon bular emasdi. Aniqrog'i, Tramp ochgan savdo urushidagi asosiy nishon Xitoy bo'lib qolmoqda va mojaroning asosiy o'chog'i ham aynan mana shu yerda. 2-apreldagi yangilikdan keyin Xitoy, Kanada va Yevropa ittifoqini hisobga olmaganda ko'plab dunyo davlatlari Tramp tariflariga nisbatan o'z munosabatini bildirdi, ammo bu bayonotlar juda vazmin va ehtiyotkorona ko'rinishda bo'ldi. Ular siyosiy etiketdan ancha yiroq bo'lgan Trampga dushman bo'lib qolishdan cho'chishi ko'rinib turibdi va bu yo'lda qariyaning nishoniga aylanib qolmaslik hozir ular uchun ustuvor masalalardan biriga aylangani tabiiy. Donald Trampning AQShga kiradigan barcha tovarlarga boj solish va Qo'shma Shtatlarning eng yirik savdo hamkorlariga alohida tariflar joriy etish haqidagi qarori mamlakatdagi fond bozorining qulashiga olib keldi. AQShning eng yirik kompaniyalari aksiyalari $2 trillion arzonlashdi. AQSh bozorlarining umumiy kapitalizatsiyasi 2,7 trillionga kamaygan va bu 2022-yilgi pandemiyadan beri eng yirik salbiy ko'rsatkichdir. New York Times nashriga ko'ra esa Trampning eng yirik donorlaridan ko'plari milliardlab dollar zarar ko'rgan. Tesla aksiyalari qulashidan Elon Musk $6 milliard yo'qotgan bo'lsa, Blackstone Group investitsiya fondi rahbari Steven Schwarzman $3 milliard dan ayrilgan. Forbes xabariga ko'ra, Trampning o'zi ham bu tariflari ortidan qisqa vaqt ichida $1,5 milliard yo'qotgan. Bu orada esa AQSh taxtini egallashga qaratilgan bayonotlar yangray boshladi. Kanada bosh vaziri Mark Carney Ottawa Washington o'rniga dunyo yetakchisi bo'lishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, AQShning global ta'siri zaiflashayotgan bir paytda Kanada davlatlarining yangi koalitsiyasiga yetakchilik qilishga tayyor. Carney Amerika Qo'shma Shtatlarining 80 yillik yetakchilik davri nihoyasiga yetganini qayd etib, ishonch hamda erkin savdo asosida tuzilgan ittifoqlar davri ortda qolganini ta'kidladi. Sharqiy yarim sharda esa Xitoy Tramp keltirib chiqargan boj inqiroziga muammo emas, balki imkoniyat sifatida qarashga harakat qilyapti. Dunyoning aksar davlatlari AQSh prezidenti tomonidan e'lon qilingan tariflar bo'yicha undan imtiyozlar so'rab muzokaralar olib borayotgan bir paytda Xitoy butunlay boshqacha yo'l tutdi. Shu paytgacha 70 dan ortiq davlat bojlar yuzasidan muzokara qilish haqida AQShga murojaat yo'llagan bo'lsa, Xitoy bu urushni oxirigacha yetkazib qo'yishga tayyorligini kerakli joylarga bildirib qo'ydi. Trampning bozorni larzaga solgan bojlar haqidagi bayonoti va Xitoyga qo'yilgan qo'shimcha 34% tarifidan atiga 48 soat o'tishi bilan dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot Xitoy
xuddi Kanada kabi AQSh tovarlari va kompaniyalariga qarshi jazo choralarini joriy etib, 34% bojlar bilan unga javob qaytardi. Shundan so'ng ikki o'rtadagi tariflar poygasi boshlanib ketdi. Tramp Xitoyga qo'yilgan bojlarni dastlab 84% ga oshirdi, ammo keyinchalik qisqa vaqt ichida bu raqam 104% gacha ko'tarildi. O'z navbatida Xitoy ham AQShga 84% lik yangi tariflar bilan javob qaytardi. Xitoyning bu qadami Donald Trampni shubhasiz sarosimaga soldi, chunki mazkur bahsdan keyin u 75 ta davlatga 2-aprelda joriy qilingan yangi tariflarni 90 kunga kechiktirishni e'lon qildi. Lekin bu masalada Xitoy aksincha yo'l tutgani bois unga nisbatan belgilangan miqdor 104% dan 125% gacha oshirilgani aytildi. 10-aprelda tarqalgan xabarlarda esa Xitoyga qo'yilgan tariflar 125% emas, balki AQSh prezidenti Donald Tramp xohishiga ko'ra 145% gacha oshirilgani ma'lum bo'ldi. Xitoy ham bunga ilgarigisi kabi zudlik bilan javob qaytardi va AQSh mahsulotlariga boj stavkalarini 84% dan 125% gacha oshirdi. Shu tariqa ikki davlat o'rtasidagi savdo jangi hozirgacha bo'lgan vaqt ichida o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqib turibdi. Ammo bu mojaroda AQSh ko'plab davlatlarga nisbatan kiritgan yangi tariflarini 90 kunga kechiktirishi uning Xitoyga qarshi savdo urushida yakka holda g'alaba qozona olmasligidan qo'rqqani bilan izohlandi. Chunki bu orada Yevropa ittifoqi va Xitoyning yaqinlashish ehtimoli juda yuqorilab ketdi. Hatto 11-aprel kuni Xitoy raisi Si Zinpin Pekinda Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan uchrashuvda Yevropa ittifoqiga hamkorlik va AQShga qarshi birgalikda kurashish taklifini berdi. Ayni damda esa Tramp 75 ta davlat ichida Yevropa ittifoqiga ham tariflar bo'yicha pauza e'lon qilgan. Ittifoq ham o'z navbatida AQShga javob choralari qo'llashni to'xtatib turibdi. Biroq Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyenga ko'ra AQSh bilan o'tkaziladigan muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchragudek bo'lsa, qarshi choralar yana kun tartibiga qaytadi. Bu esa bir-biriga strategik jihatdan dushmanona kayfiyatda bo'lgan ikki subyekt, ya'ni Xitoy va Yevropa ittifoqining yaqinlashuv ehtimoli juda yuqori ekanligini anglatadi. Ustiga ustak bugun Yevropa ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi savdo aylanmasi AQSh va Xitoy o'rtasidagi aylanmadan ancha ko'p. Masalan, 2024-yilda Xitoyning Yevropa ittifoqi bilan savdo aylanmasi 785 milliard dollardan ortiqroqni tashkil etgan. Ortda qolgan oylar davomida Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga dastlab keng miqyosda Shimoliy Koreyalik askarlar jalb qilingandi. Bu Moskva va Pxenyan o'rtasida davlat darajasidagi kelishuvga ko'ra amalga oshirilgani aytilgandi. Kim Chen In rejimi o'shanda o'zining minglab fuqarolarini bir chuqum don va ba'zi texnik yordamlar evaziga Rossiyaga sotib yubordi. Bu almashinuv hali hanuz davom etayotgani haqida har oy ma'lumotlar yangilanib turadi. Endi esa Ukraina yerlarida xitoyliklar ham paydo bo'la boshladi. 然后就哗。 Hozirgacha mavjud ma'lumotlarga ko'ra Xitoy fuqarolari Shimoliy Koreyadan farqli o'laroq davlat tomonidan jo'natilmagan, aksincha ular yollanma askar sifatida mustaqil tarzda bu bosqinda ishtirok etmoqda. Ularning aniq soni hozirgacha noma'lum bo'lsa-da, bu borada bir qator taxminlar va dalillar mavjud. Joriy haftada Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasi tomonidan jang qilgan 2 nafar xitoylik fuqaroni asirga olgani ma'lum bo'ldi. Xitoylik yollanma askarlar o'tgan haftaning oxirida hibsga olingan, lekin ularning hibsga olinganligi haqidagi xabar joriy haftada e'lon qilindi. Hibsga olinganlardan biri 4-aprel kuni Donetsk viloyatining Belogorovka hududida, ikkinchisi esa 5-aprel kuni Tarasovka yaqinida qo'lga olingan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi qo'shinlari tarkibida Xitoy fuqarolari 2 nafardan ko'proq ekani haqida ma'lumotlar mavjud. Ushbu hodisa sodir bo'lishi bilan Zelenskiy darhol Ukraina tashqi ishlar vaziriga Pekin bilan bog'lanib, ularning sodir bo'lgan voqeaga munosabatini bilish bo'yicha topshiriq bergan. 9-aprel kuni Ukraina tashqi ishlar vazirligi rasmiylaridan Rossiya armiyasi tomonidan jang qilgan 2 nafar Xitoy fuqarosi asirga olingani va bunga Xitoy tashqi ishlar vazirligidan izoh so'ralash ortidan Pekin tilga kirdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Li Xian bu boradagi so'rovga javoban mamlakat o'z harbiylarini Rossiya tomonidan jang qilish uchun Ukrainaga yubormagani va rasmiy Pekin o'z fuqarolaridan jangovar harakatlarga yollanmaslikni talab qilishini ma'lum qildi. Li Xian Xitoy hukumati Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Donetsk viloyatida Xitoy fuqarolari qo'lga olingani haqida e'lon qilgan ma'lumotlarni tekshirayotganini aytgan. Kreml so'zamoli Dmitriy Peskov esa jurnalistlarga xitoylik asirlar haqidagi ma'lumotlarga izoh berishdan bosh tortgan. Ammo oradan ko'p o'tmay Zelenskiy matbuot anjumanida Rossiya qo'shini tarkibida kamida 155 nafar Xitoy fuqarosi Ukraina hududidagi bosqinchilik harakatlarida qatnashayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, ayni paytda Xitoy masalasi juda jiddiy va rasmiy Kiyevda Rossiya bosqinida qatnashayotgan 155 nafar xitoylikning familiyalari hamda pasport ma'lumotlari bor va ular yig'ilishda davom etmoqda. Zelenskiyning
Peskovning aytishicha, hozirda Ukraina hududida Rossiya tomonidan jang qilayotgan xitoyliklar soni 155 nafardan ancha ko'p va ularning qayerdaligi, yoshi va xizmat polklari haqida ham ma'lumotlar aniq. U shuningdek, Rossiya Xitoy fuqarolarini qanday qilib yollayotgani haqida ham bilishini aytdi va bunda TikTok asosiy vositaga aylanganini bildirdi. Sxemalardan biri ijtimoiy tarmoqlar, xususan TikTok va boshqa Xitoy ijtimoiy tarmoqlari orqali rossiyaliklar reklama roliklarini tarqatadi. Rasmiy Pekin bu haqda biladi. Ruslar Xitoy ijtimoiy tarmoqlari orqali ishga olish haqidagi reklama videolarini ulashadi. Bu yashirin emas, bu muhim jihat. Balki yashirin yollovlar ham bordir. Prezidentning so'zlariga ko'ra, yollangan xitoyliklar avval Moskvaga boradi, 3-4 kunlik tibbiy ko'rikdan o'tadi va so'ngra 1-2 oy davomida o'quv markazlarida tayyorgarlik ko'radi. Ularga migratsion va mir to'lov tizimi kartalari beriladi va shu orqali kartalarga pul o'tkaziladi. Zelenskiy hozirgacha qo'lga olingan xitoyliklarning keyingi taqdiri haqida to'xtalar ekan, rasmiy Kiyev ularni Rossiya asirligidagi ukrainalik askarlarga almashtirishga tayyorligini bildirgan. Xorij ommaviy axborot vositalari esa Rossiya tomonidan yollangan xitoyliklar haqida turli xabarlar tarqatmoqda. Masalan, Guardian nashri xitoyliklar Rossiyada yollanma askar sifatida xizmat qilish uchun $20,000 gacha bir martalik mukofot va har oy $2,500 maosh olayotgani haqida xabar berdi. Reuters esa bu yangilik atrofidagi voqeliklarni amerikalik ikki amaldor va G'arb razvedkasining sobiq xodimi bilan muhokama qildi. Nashrga ko'ra, Ukrainaga qarshi urushda Rossiya armiyasi safida jang qilayotgan 100 dan ortiq Xitoy fuqarolari yollanma askarlar bo'lib, ular Pekin bilan bevosita aloqalarga ega emas, biroq agentlik bilan suhbat qilgan sobiq razvedka xodimi bu yollanma askarlar bevosita bo'lmasa-da jangovar harakatlar zonasiga Pekinning bilvosita roziligi bilan borgan bo'lib, ular urushdan taktik saboqlar olish maqsadida yuborilganini ta'kidlagan. Joriy haftada Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy AQSh tomonidan ehtimoliy hujumga javoban mamlakat qurolli kuchlarini yuqori jangovar tayyorgarlik holatiga keltirgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu mojaroning ildizi Trampning Eron yadroviy salohiyatini butkul yo'q qilish istagiga borib taqalishi hech kimga sir emas. Aynan shu masala yuzasidan mart oyining oxirida Tramp Eronga to'g'ridan-to'g'ri tahdid qila boshlagandi. 30-mart kuni AQSh prezidenti Donald Tramp agar yadro dasturi bo'yicha muzokaralar natija bermasa, 2 hafta ichida Eronga nisbatan qo'shimcha bojlar joriy etilishini aytgandi. Shuningdek, u Eron bu bitimdan butunlay voz kechgan taqdirda misli ko'rilmagan bombardimonlar bilan tahdid qilgandi. Bunga javoban esa Oyatulloh Ali Xomanaiy agar Washington Eronga zarba berishga yoki ichkaridan isyon ko'tarishga urinsa, uni kuchli javob zarbasi kutayotganini aytdi. Prezident Mas'ud Pezeshkian va tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi esa Eron AQSh bosimi ostida hech qanday muzokara o'tkazmasligi hamda har qanday ehtimoliy kelishuv teng ruhda kechishi lozimligi haqida bir necha bor bayonot berdi. Tehron vaziyat keskinlashuvi fonida mintaqa davlatlarini ham qayta ogohlantirishga ulgurdi. Jumladan Iroq, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Turkiya va Bahrayn davlatlariga AQSh harbiy kuchlariga ko'rsatilgan har qanday yordam dushmanlik harakati sifatida baholanishi bildirildi. Yordamlar qatoriga AQShga o'z hududidan hujum uchun foydalanishga ruxsat berish ham kirishi aytildi. Bunday holat ortda qolgan davrda Isroil va Eron o'rtasidagi ziddiyatlar kuchaygan bir paytda Iordaniya misolida yaqqol namoyon bo'lgandi. Rasmiy Tehron aynan shu kabi holat yana takrorlanmasligi uchun bu safar bir necha bor jiddiy ogohlantirishlar bilan chiqdi. Shu bilan birga forslar AQSh bilan muzokaralarni ham istisno qilgani yo'q. Ular Qo'shma Shtatlar mamlakatning eng asosiy ikki dushmanidan biri bo'lgani bois Washington bilan bevosita bo'lmasa-da bilvosita muzokaralarni boshlashga tayyorligini ko'p bor ta'kidladi. Vositachi sifatida esa Ummon davlati tanlandi. Bu orada esa AQSh Eronga iqtisodiy va siyosiy bosimni to'xtatmadi. 9-aprel kuni Tramp Tehron uning ultimatumini qabul qilmasa harbiy harakatlar boshlash niyatida ekanini yana bir bor ta'kidladi. Tramp Eronning gullab yashnashi va baxtli, buyuk davlat bo'lishini istashini, biroq mamlakatning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytdi. U shuningdek, agar kerak bo'lsa harbiy kuch ishlatishga va'da berdi va bu ehtimoliy hujumda Isroil ham ishtirok etishini qo'shimcha qildi. 12-aprelga belgilangan muzokaralarga qaramay, undan 3 kun oldin 9-aprel kuni AQSh Moliya vazirligi Eronning 5 ta kompaniyasini sanksiyalar ro'yxatiga qo'shdi. Washington ularni mamlakat yadroviy dasturini qo'llab-quvvatlashda aybladi. Ular atom energiyasi tashkiloti tomonidan nazorat qilinadigan kompaniyalar ekani aytildi. Tahdid va bosimlarga javoban esa Eron har doimgidek AQShni
qattiq javob zarbasi bilan ogohlantirdi va Vashingtonni keskinlashuvdan voz kechishga chaqirdi. Uchrashuv belgilangan kun, ya'ni 12-aprelda esa anchadan buyon AQSh, Rossiya, Eron uchburchagida bo'zchining mokkisidek qatnayotgan, biroq hali biror bir aytarli natijaga erisha olmagan Trampning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Steve Witkoffning samolyoti Ummonga qo'ndi. 12-aprelda Ummonda Eron yadroviy dasturi yuzasidan Eron va AQSh delegatsiyalar o'rtasida bilvosita muzokaralar bo'lib o'tdi. Eronlik delegatsiya a'zolaridan birining isnaga ma'lum qilishicha, muzokaralar umuman olganda muvaffaqiyatli o'tgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi va AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff Eron yadroviy dasturi yuzasidan vaziyatni tartibga solish bo'yicha muzokaralar keyingi hafta davom etishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, AQSh Eron muzokaralarining ikkinchi raundi kelasi hafta 19-aprel kuni Ummonda bo'lib o'tadi. Delegatsiyalar yadroviy dastur yuzasidan maslahatlashuvlar konstruktiv ruhda o'tganini qayd etdi. Biroq bu jarayon 2,5 soat davomida AQSh xohlaganidek bevosita emas, balki Eron istaganidek bilvosita o'tgan. Ya'ni ular o'rtadagi vositachi orqali shu vaqt ichida bor yo'g'i 4 marotaba xabar almashgan. Aniqrog'i, ummonlik vakil u xonadan bu xonaga qatnagan holda ularning maqsad va istaklarini bir-biriga yetkazgan. Ammo Steve Witkoff hamda Abbos Aroqchi muzokaralar yakunida Ummon tashqi ishlar vaziri Badr bin Hamad ishtirokida bevosita ham suhbatlashgan. Eron tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra esa bu suhbat delegatsiyalar uchrashuv o'tkazilgan joyni tark etganidan so'ng Ummon tashqi ishlar vazirligi ishtirokida atigi bir necha daqiqa davom etgan xolos. Shuning o'zi ham Washington va Tehron o'rtasidagi munosabatlar yillar mobaynida qanday ahvolga kelganidan dalolat beradi. 40 yildan buyon o'ziga nisbatan son sanoqsiz sanksiyalar joriy qilib kelgan davlat bilan yuzma-yuz muzokara olib borishni ham istamaydigan Eron yaqin kelajakda Tramp boshchiligidagi bugungi mana shu davlat bilan murosa qilishi rostdan ham juda mushkul ko'rinadi. Ma'lumot o'rnida shuni ham qayd etish joizki, 2015-yil iyul oyida Eron Buyuk Britaniya, AQSh, Rossiya, Fransiya, Xitoy va Germaniyani o'z ichiga olgan bir guruh davlatlar o'rtasida Venada qo'shma keng qamrovli harakatlar rejasi imzolangandi. Hujjat tomonlarning qoidalari va majburiyatlarini nazarda tutgan, xususan Eron unga ko'ra 15 yil davomida uranni 3,67% dan ortiq boyitmaslik va boyitilgan uran zaxirasini 300 kilogramdan oshirmaslik majburiyatini olgan. Shuningdek, Tehron qo'shimcha og'ir suv reaktorlari qurmaslikka, 130 tonnadan ortiq og'ir suv to'plamaslikka va yadroviy turdagi portlovchi qurilmalarni ishlab chiqarmaslikka va'da bergan. O'z o'rnida Eron mazkur majburiyatlarni zimmasiga olishi evaziga G'arb unga qo'yilgan sanksiyalarni bosqichma-bosqich olib tashlashi kerak edi. Ammo 2018-yilda Donald Trampning o'zi birinchi prezidentlik muddati paytida Qo'shma Shtatlarni mazkur muzokaralar kengashidan olib chiqqandi. Bunga javoban esa Eron o'zining texnologik salohiyati va yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini sezilarli darajada oshirishga kirishdi. Aynan shu bois bugun oliy rahnamo Oyatulloh Ali Xomanaiy AQShning o'zi 2018-yildagi kelishuvni buzganini tinimsiz ta'kidlayapti va eslatib kelyapti. G'azodagi mislsiz qirg'inlar va begunoh insonlarning qichqiriqlari nihoyat Yelisey saroyiga ham eshitildi. Fransiya Falastindagi adolatsizlik va Isroilning bu yerdagi 70 yillik zulmi apartheid tizimini ko'rishni va anglashni boshladi. Emmanuel Macron 6-7 aprel kunlari Misrga rasmiy tashrifi chog'ida Saudiya Arabistoni bilan birga yaqin kelajakda ikki davlat yechimi bo'yicha xalqaro konferensiya tashkil etishini ma'lum qildi. U iyun oyida o'zi hamraislik qiladigan mazkur konferensiya doirasida Fransiya Falastin davlatini tan olishi mumkinligini aytdi. Fransiya Yevropaning bugungi kundagi yaqqol yetakchisi Falastinni tan olishga yaqin. Bu oddiy bir voqelik emas albatta. Fransiya prezidentining aytishicha, yozdagi konferensiyada Falastinni tan olish masalasini hal qilish rejalashtirilgan. Rasmiy Parijda bunday to'siq yo'qligini Macron o'tgan yildayoq tasdiqlagandi. Yevropadagi lider davlatning mazkur qarorga kelishida 2023-yilning 7-oktyabrdan buyon Isroilning G'azoda qilayotgan g'ayriinsoniy qilmishlari sabab bo'lgani shubhasiz. Eng muhimi, Yevropada bunday tendensiya 2024-yilda ancha kuchaygandi. Jumladan o'tgan yili 28-may kuni bir vaqtning o'zida qit'adagi 3 davlat Ispaniya, Irlandiya va Norvegiya Falastin davlatini rasman tan olgandi. Bu bilan Falastin davlatchiligini tan olgan davlatlar soni 140 dan oshdi. O'tgan yil 26-may kuni Norvegiya tashqi ishlar vaziri Bryusseldagi uchrashuvda Falastin milliy ma'muriyati bosh vaziri Muhammad Mustafoga tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etgandi. U o'shanda agar boshqa davlatlar ham Norvegiyadan o'rnak olsa, bu qaror Yaqin Sharqdagi mojaroni tinch yo'l bilan hal etish uchun katta turtki berishini aytdi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez esa 28-may kuni o'z mamlakati 1967-yilgi chegaralar ichida Falastin mustaqil davlatini va uning poytaxti sifatida Sharqiy Quddusni tan olishini ma'lum qildi. Siyosatchi ushbu qarorni tarixiy deb atadi va u Madridning bu qarori Isroilga qarshi yo'naltirilmaganligini ta'kidladi. Ispaniya qiroli Filip VI esa 16-sentyabr kuniga kelib Falastin davlatining birinchi elchisidan ishonch yorliqlarini rasman qabul qilib oldi. Madriddagi qirollik saroyida 2022-yilning may oyidan buyon diplomatik vakil sifatida faoliyat yuritgan
Falastin elchisi Husni Abdulvohid Ispaniya qiroliga ishonch yorliqlarini topshirdi. Falastin elchisi o'shanda Ispaniyaga Isroil davlatini so'zsiz qo'llab-quvvatlash tuzog'iga tushmagani uchun minnatdorchilik bildirgandi. Bugun esa o'sha tuzoqni Fransiya aylanib o'tmoqchi. Fransiyadagi iqtisodiy va siyosiy qudratning mazkur qarori Falastin davlatchilik tarixida muhim va tarixiy burilish nuqta vazifasini o'tashi mumkin.